Yana ko'rib turganlaringdek Jovlonbek Olimovich sizlarga Tver oblasining sentridaman. Hozir bu yerda bo'lganlar biladi. Qaranglar. Как plyaj. Mana qaranglar. Qanaqa manzara. Inshaalloh. Ya Alloh, senga shukr. Shu yergacha salomatlikda yetib keldik. Nasib. Yo, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yerda o'rdaklar. Asuga bekan o'rdaklar. Yoqqan bo'lsa like, kommentar yozib qo'yib, yaqinlashib qo'yishlaringizni deb qolardim. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlarga ozroq bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, kamina xursand shundan. Davom etamiz. Bundan chiroyli joyni videoga olishimiz kerak. Xudo xolasa. Omad hammaga, xayrli kun. Qaranglar azizlar. Odamlar o'tiribdi. Tamdoli velikda yurganlar velikda yuribdi. Pagodani qaranglar. Mashalloh. Tver oblasining markazidamiz desak ham bo'ladi. Mana markazdamiz. Ko'priklar. O'zeraning yuqorisidan o'tgan ko'priklar mana. Qaranglar. Shaharning go'zalligini qaranglar. Yoqsa like, kommentariyani to'xtatmaymiz azizlar. Yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Eng qizig'i alohida narsaga to'xtalib o'tamiz azizlar. Mana buni bir qaranglar. Suv osti kemasini. Faxriylar mana. Mana. Azizlik, tashoq. Mana. Azizlar. Vishna momenti вот yozib qo'yibdi. Assalomu alaykum. Obunachilar. Osti kemasini bombalari menimcha kattaligini qaranglar. Haqiqatan ham bo'lganda mana shunaqalar. Sizgan porqlarni qoqib olgan menimcha. Ular ham tomosha qilyapti. Mana sizlar. Raketani kattasi. Mana qaranglar. Parraklari bilan tushib ketish mumkin. Cho'nimiz. Привет. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentar yozib ulashib qo'yamiz azizlar. Kattakon rahmat. Kamina Jovlonbek Olimovich. Bizlar sayohat qilib, biz bayroqqa hayron bo'lib qotib turibdi. Qaranglar atmosferani. Assalomu alaykum. Sizmi aka? Dilshod aka siznikchi? O'sha Tojikistondan. O'sha Tojikiston qayerdan? Qonibodamdan. Qonibodam. G'aybo, siz ham Qonibodamdan. Akukamiz sizlar aka. Sankt-Peterburg aka. Ha, ketadi. Hozir endi Moskvaga qarab, Xudo xolasa O'zbekiston qarab deylikda aka. Biroq kamchilik bormi? Mehmon qilaylik. Aka, hammasi yaxshi aka, Xudoga shukr, rahmat. Rahmat aka. Mana Tojikistonlik akalarimiz, Qonibodam. Tojikiston Batesh. Batesh. O'zbekiston Olg'a. Olg'a. Tojikiston o'rtoqlarim bor, hammasi Badeshkada bo'lib turibdi. To'g'risi o'zim ana qilmagandim, o'ylamagandim. Tojikistondan ham ko'p ekan. Atenda yozib, Tojikistondamiz, bizlar ham kuzatib boryapmiz deb tozani qilib qoldim. Xolasa. Rossiyadan chiqdim aka shu. Mehmon qilaylik, borasiz. Mayli aka, men hozir sekin shu bilan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bayroqni ko'rib,
to'xtadik. Assalomu alaykum. Xorazmdanmisiz og'a? Nereden Xorazm? Xorazm Yamarqostonadan. Yanarqostonadan. Assalomu alaykum. Sizchi siz? Xorazmdan. Xorazmdansizlar. Bitta joydamisiz aka? Bayroqni ko'rib kelib to'xtadim. Maşallah, maşallah. To'xtadik. Rahmat, rahmat. İsmingiz nima aka? Hamrabek. Hamrobek aka. Javlonbek meni ismim. Siznikichi? Ismoil. Ismoil aka. Javlonbek ismim aka. Sirdaryodan, Sa'du tumanidan. Mana Sirdaryomi? Sirdaryo, Sa'du tuman aka. Ha, Sirdaryo Toshkent qo'shni. Da, qo'shni. Vaholanki O'zbekistonga kelishimiz O'zbekistonning bayroqi bu tabarikda bu. Shunday. Bu yo'llar bo'laversin. Yerna boryapmiz O'zbekiston. Sirdaryoga qarab, xudo xohlasa aka. Ha. Молодец. Ha, bu Rossiya qayerlarga bordi? Sankt-Peterburg shahridan, Sankt-Peterburgdan Moskvaga qarab ketyapman. Bu 9-kun. O'zbekistonga velikdan 9-kun. 9-kunmi? Ha. Ana sen yuring mehmonimiz bo'ling. Bir kartimiz to'ydirib keting. Uyimiz shu yerda. Yuklang mashina. Yo'q, mashina yukla olmayman akajon. Shuni borib paketda ishlaysiz. Ona qilib o'tishim mumkin aka. Velikda yurib ona qilaman deganman aka. Yo'q. Canımıza koy canı resmi diklesin. Shuncha tutma va sit yuklasangiz sal ichariroqdan u. Bo'ldi. Trassada. Ana kelib osh nima qilib yeb ichib qarningiz to'ydirib ketasiz. Mayli. Bu bizdan endi конечно bizni o'rnimiz bor, sizga birozgina olsam yordam berishga. Gap so'z yo'q aka. Qo'limizdan kelgani shu qarningiz to'ydirib chiqarib. Bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Mashalloh ko'rib. Mana Xorazmlik og'alarimiz to'xtab, mana shunchalik Ey, молодец, ey. mashinaga bu. O'zbekiston olg'a. Olg'a. Ko'ka period, xudo xolasa. Bu YouTube'ga chiqadimi bu? YouTube'ga, Instagram'ga aka. Oling ina mashinani Instagram. mendan oling. Mana. Uydagilar ham ko'rsin meni. Mana. Nimamizni ko'rsin. Bo'ldi aka mana. Hammamizni ko'rsin. Mana. Xorazmliklar aka, rosti mana Xorazmliklar mana patishga har kuni yozadi. Xorazmdan salom dedi. Misol uchun Xanqadan Yazamiz boshqadan. Instagram'a chiqamiz, podpishkadan podpishka bosamiz kodmani. Hammasi bo'ladi. Bo'ldi og'a. Dara borsang hozir turma mehmon bo'lasan, yeb ichasan. Bo'ldi, xudo xolasa. Qani Bugun Sankt-Peterburg shahridan Toshkentgacha, O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 9-kuni xuddi mana shu yerda nihoyasiga yetadi azizlar. Ko'rib turganlaringizdek mana zapravka. Hozir Ahranasi bilan gaplashdim. Chekaraga palatka qo'yib yotsa bo'lar ekan. O'sha chekara joyda, udobniy yaxshi joyni ko'rsatdi. O'sha yerda palatkada damni olamiz. Va xolasa hammanglarga kattakon rahmat, shunchalik qo'llab duo qilib turganlarga alohida rahmat. Hammalaringizga aktivni yo'qotmaymiz deb bor kuchini sarflab shu like, kommentariylarni jalqa qilmasdan, obuna bo'lishni jalqa qilmasdan u kimlarga, qarindoshlarga, yaqinlarga, do'st birodarlarga, hammaga tarqatib etganlarga ham videolarni kattakon rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman azizlar. Xudo xolasa 1 million bo'lamiz azizlar, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat, xayrli kech, yaxshi dam olinglar. Men ham yaxshi dam olishga harakat qilaman, xudo xolasa. Rahmat hammanglarga kattakon. Ertalab sog'omon yana yuzlangancha yaxshi dam olasizlar. Xayrli kech hammaga. Shu zapravkada to'xtab mana hozir so'radik.